qiyinda. Rasululloh aytganlaridek, insonga bir vodiy oltin berilsa, yana ikkinchisini orzu qiladi. Qancha pul bo'lsa yetadi deb o'ylaysan hozir? 1 million dollar bo'lsa yetadi deysan. To'g'rimi? Chakana pulmi bu? Shu bilan baxtli bo'laman deb o'ylayapsanmi? Yo'q, birodar. Endi 400 dollarlik telefon tuta olmaysan endi. Orzu havasni trubasini diametri kengayib qoldi. Endi 10 ming dollarlik mashina minishni xohlamaysan endi. To'g'rimi? To'g'ri. Chunki insonga bir vodiy oltin berilsa, ikkinchisini orzu qiladi. Insonning ko'zini faqat tuproq to'g'izadi dedilar Rasululloh. Seni bu dunyodagi saodating, birodar, hayot haqidagi o'lchov tushunchaga qarab quriladi. Seni hayot haqidagi tasavvuringga qarab turib belgilanadi. Saodat haqidagi tasavvuring to'g'rimi?